Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi globallashuv jarayoni odamlar, umuman barchamizning qalbimiz va ongimiz uchun kurash kuchayib borayotgan hozirgi o'ta murakkab sharoitda harbiy vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Darhaqiqat armiya moddiy jihatdan eng zamonaviy va zaruriy vositalar bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin, lekin axloqiy jihatdan zaifligi, jangovar ruhi, vatanga sodiqligi va muhabbat uning taqdiri uchun mas'uliyat hissi yo'qligi yoki loqaydlik tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 12-yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari bugungi kunda har birimiz amalda vatan himoyachisi bo'lishimiz, yoshlarimizni ham shu ruhda kamol toptirishimiz zarur deya ta'kidlagan edilar. Vatanparvarlik tarbiyasi vatanni anglash, uni tarixini bilishdan boshlanadi. Shuning uchun ham mazkur Men ham harbiy bo'laman nomli kitob albomi 3000 yillik davlatchiligimiz, Markaziy Osiyodan tashqarida yurt tutgan ajdodlarimiz, vatan uchun olib borilgan shiddatli janglar, ajdodlarimizning harbiy san'ati, g'oyalari, 3000 yillik davlatchiligimizdagi davlatimizning ramzlari, shu bilan birga yangi O'zbekistonning qurolli kuchlari mudofaa doktrinasining asosiy xususiyatlari, saf qo'shiqlari, O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy qasamyodi singari har bir vatan himoyachisi bilish lozim bo'lgan ma'lumotlarni jamladik. O'zbek davlatining eng qadimgi ildizlaridan biri bu miloddan oldingi 7-asrda tashkil topgan qadimgi Xorazm, Baxtriya, So'g'itda yashagan ajdodlarimiz tashqi dushmandan himoyalanish maqsadida o'ziga xos baland mustahkam devorlar bilan o'ralgan shaharlarda qal'alardan foydalanganlar. Shuningdek, mazkur shaharlarga Ko'zaliqir, Qalaliqir, Hazorasp, Afrosiyob, Ko'ktepa, Qiziltepa, Uzunqir, Yerqo'rg'on, Baxtriya kabi shahar qal'alar atrofi mustahkam devorlar bilan o'rab olinganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga mazkur o'troq dehqonchilik vohalaridagi davlat tuzilmalaridan tashqari Markaziy Osiyoning dasht qismlarida ko'chmanchi Sak, Massaget qabilalari ittifoqlari ham bo'lgan. Bundan 2300 yil oldin esa Sirdaryoning o'rta oqimida qadimgi Qani davlati mavjud edi. O'zbek davlatining qadimgi Markaziy Osiyo chegaralaridan chiqib janubga sari kengaygan va qudratli bo'lgan davri bu Kushon podsholigi idora qilgan davrga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyodan Janubiy Osiyo sari ko'chayotgan 5 ta qabila Guyshuan qabilasi atrofida birlashadi. Baxtriya hududlarida o'zlarining hokimiyatlarini o'rnatadilar. Keyinchalik bu qabilaning Guyshuan nomi davlatning Kushon nomiga aylanadi. Kushonlarning hukmdorlari davlatni turkiylarning qadimgi va o'rta asrlardagi harbiy unvoni bo'lgan Jabg'u yoki Yabg'u unvonlari bilan atalganlar. O'rta Osiyoning Kushon mulklarini shimoliy chegarasida Hisor tizmasi bo'ylab u yerdagi tog' daralarida g'oyat mustahkam chegara devorlari qurilgan. Ilk o'rta asrlarga kelib yurtimizni Kidariylar, Eftaliylar sulolari idora qilgan. Sasoniylar davlati bilan harbiy harakatlarni olib borganlar. Eftaliylar sulolasi vakillari Vizantiya va Xitoy bilan diplomatik aloqalar o'rnatganlar. Eftaliylarning qo'shinining asosiy qismini boshqa turkiy sulollar davridagi kabi davlatni otliq suvariylardan iborat bo'lgan qo'shin tashkil qilgan. Ajdodlarimiz tomonidan barpo qilingan eng qudratli davlatlardan biri bu Buyuk Turk xoqonligidir. 552-yilda Xokon Bumin Turk xoqonligiga asos soladi. U o'z yurtini ozod qilib Xitoyga ko'plab yurishlar qiladi. Ularni o'lpon to'lashga majbur etadi. Eron bilan sodir bo'lgan urushlar natijasida Eron Turk xoqoniga 400 ming Vizantiya tangasi hajmida o'lpon to'lashga majbur bo'lgan edi. Turk xoqonlari g'arbga bo'lgan yurishlarni davom ettirib Qora dengizgacha bo'lgan yerlarni egallaydilar. Bu davrda davlatning nisbatan konfederativ belgilarga ega bo'lganligi, markazlashgan tizimi kuchli bo'lmaganligi sababli arablarning bir necha bosqichlarda davom etgan harbiy yurishlariga yetarli qarshilik ko'rsata olmaydi. Natijada 8-asr boshlarida Markaziy Osiyoning katta hududi arab xalifaligiga bo'ysundiriladi.
davlat qo'shinining asosiy qismini yengil va og'ir qurollangan otliq qo'shin tashkil etgan. Ajdodlarimizning arablarning siyosiy ta'siridan chiqish jarayoni Somoniylar sulolasi hukmronlik qilgan davr bilan bog'liq. Somoniylar 865-999-yillarda O'zbek davlatini idora qilgan sulola nomi. Bu sulolaning kelib chiqishi haqida fanda turli qarashlar mavjud. Ismoil Somoniy davrida davlatimiz poytaxti Buxoro bo'lgan. O'zbek davlati G'aznaviylar sulolasi boshqaruvi davrida Hindistonga g'alabali yurishlarni amalga oshirgan edi. Qoraxoniylar sulolasi boshqaruvi davrida esa yurtimiz sarhadlari Mavrannahrdan tashqari Yettisuv, Sharqiy Turkiston hududlarini ham o'z ichiga olgan. Qoraxoniy hukmdorlarining kelib chiqishi Turonning qadimgi mashhur hukmdori Alp Ertonga, ya'ni Afrosiyobga borib taqaladi. Bu davrda hukmdor Xokon nomi bilan atalgan va Ilik, Tegin, Og'a, Bek kabi turkiy unvonlar ham bo'lgan. O'zbek davlatining eng qudratli bo'lgan davrlardan biri bu yurtimizni Anishteginiylar sulolasi boshqargan davridir. Dastlab Xorazm vohasida paydo bo'lgan va keyinchalik Anishteginiylar xonadoni vakillari tomonidan markazlashtirilgan bu davlat poytaxti ko'hna Urganch bo'lgan. 1097-1231-yillarda vatanimiz tarkibiga Markaziy Osiyodan tashqari Eron, Pokiston, Ozarbayjon, Gurjiston, Iroq, Suriya, Armaniston, Turkiyaning ayrim hududlari ham kirgan edi. Bu sulolaning eng qudratli bo'lgan davrlari Xorazmshoh Takash, Sulton Muhammad davridir. Bu davrda ham davlat qo'shinining asosiy qismini turkiy otliqlar tashkil etgan va qo'shin soni 300 minggacha yetgan edi. O'zbek davlatiga aynan o'sha davrda sharqda mo'g'ullar bostirib kiradi. Ularga qarshi kurashish, vatanni dushmandan qo'rish yangi bo'lgan Sulton Jaloliddin Manguberdi zimmasiga tushadi. U mo'g'ullar bilan 8 marta jangga kiradi va uning 7 tasida g'alaba qozonadi. Birgina Sind daryosi bo'yida bugungi Pokiston hududida 20 ming sonli qo'shin bilan Chingizxonning 80 ming kishilik qo'shinidan 3 kunlik jang natijasida mag'lub bo'lgan. Jaloliddin Manguberdining mo'g'ullardan yurtini ozod qilishiga o'z davlati ichida yuzaga kelgan tarqoqlik, qardosh va qo'shni davlatlarning ham Jaloliddin Manguberdiga qarshi kurashishi, shuningdek, yosh holida fitnachilar tomonidan suiqasd uyushtirilishi imkon bermadi. Oqibatda uning 1231-yildagi halokatidan so'ng mo'g'ullar oldida tura oladigan qo'shin qolmagan edi. Mo'g'ullarga yaqin va O'rta Sharq, Kavkazni egallashda hech bir kuch Jaloliddin Manguberdi kabi g'alaba qila olmagan. Faqatgina Jaloliddin Manguberdining jiyani Sayfiddin Qutuz Misr sultoni bo'lgach mo'g'ullarni bugungi Falastin yerlarida to'xtatadi. Aynan Sayfiddin Qutuzning harbiy dahosi bilan Arabiston, Afrika mamlakatlari mo'g'ullar bosqinchiligidan omon qoladi. Mo'g'ullar tomonidan egallagan Markaziy Osiyo Chingizxonning ikki o'g'li o'rtasida, Jo'ji va Chig'atoylar o'rtasida taqsimlanadi. Ularning bu yerdagi hukmronligiga sohibqirona Amir Temur chek qo'yadi. O'zbek davlatchiligi eng yuksalgan, taraqqiy qilgan davri sohibqiron Amir Temur davriga to'g'ri keladi. Amir Temur 1336-yilda Shahrisabzda dunyoga kelgan. U 1370-yilda Samarqand shahrini poytaxt qiladi. Uning 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlari davomida Markaziy Osiyodan tashqari Afg'oniston, Pokiston, Eron, Iroq, Ozarbayjon, Gurjiston, Armaniston, Suriya va Turkiya yerlarining katta qismi fath etiladi. U dunyoning eng mashhur hunarmand ustalarini Samarqand shahri qurilishiga jalb etadi. Amir Temur qo'shinida pantanerlar, ko'chma ko'prik quruvchilar va kemachilar, naftandozlar, Yunon olovnatuvchilar, qamal qilish mashinalarini yasovchi va ishlatuvchilar, tog'larda olib boriladigan janglarda foydalaniladigan tik qayliklarga chiqa oladigan qo'shin, to'pchilar qo'shini kabi turlari bo'lgan. Shuningdek, bu davrda ajdodlarimiz ilk bor artilleriyadan foydalanganlar. Amir Temurdan so'ng uning vorislari davrida davlatimiz parchalanishni boshlaydi. Xususan Shohrux Mirzo va Ulug'bekdan so'ng Temuriyzodalar o'rtasida hokimiyat uchun kurash avj olib keladi. Bu vaziyatda shimoldan Shayboniyxon boshchiligidagi qo'shin Mavrannahrga bostirib kiradi. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Xuroson hududlari egallaydi. Biroq Shayboniyxon vafotidan keyin
mazkur hududda ikkita davlat vujudga keladi. Ulardan birisi Buxoro va Xorazm. 1709-yilda esa Buxoro xonligidan Qo'qon xonligi ajralib chiqadi. Buxoroda Abdullaxon II Amir Nasrulloh, Xorazmda Abulg'ozi Bahodirxon, Sherg'ozixon, Muhammad Rahimxon, Qo'qonda Olimxon va Umarxonlar davrida harbiy islohotlar o'tkazilgan. Biroq yurtimiz 16-19-asrlarda siyosiy, iqtisodiy turg'unlikning boshdan kechirish natijasida iqtisodiy vaziyat ancha susaydi. 1853-73-yillarda yurtimiz Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olindi. 1917-yilda Turkiston muxtoriyati, 1920-yilda esa Xorazm va Buxoro Xalq Sovet Respublikalari tuzildi. Ularning o'rnida 1925-yilda O'zbekiston SSR tashkil etildi va Sovet ittifoqi tarkibiga kiritildi. Sovet ittifoqi davrida yurtimizning ziyoli qatlami bo'lgan jadidlar, mustaqil fikrga ega bo'lgan iqtidorli va faol rahbarlar va ziyolilar bir necha bosqichlarda qatag'on qilindi. Nihoyat 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. 1991-yil 31-avgust esa O'zbekiston o'zining azaliy tarixiy orzusi bo'lgan mustaqillikni qo'lga kiritdi. Zaminimiz qariyb 130 yillik karamlik istibdodidan ozod bo'ldi.